Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli tong. Ozroq ma'lumot bermoqchi edim. Anal yoriqlarni qanday qilib davolash, operatsiya emas, davolash haqida gapirmoqchimiz. Anal yoriqlarini oldingi videolarimizda aytganmiz, bu anal kanalida axlat chiqadigan joyda bo'ladigan taxminan 1 sm, 1,5 sm kattalikdagi xuddi kesilganga o'xshagan jarohat. Mana shu anal yorug'i. Anal yorug'ining asosiy belgisi og'riq. Og'riq juda kuchli og'riq bo'ladi. Gemoroydan farqi anal yorug'ida og'riq juda kuchli bo'ladi. Keyin qon ketishi mumkin sal-pal. Og'riq albatta axlatga chiqqandan keyin, hojatga chiqqandan keyin bo'ladi. Xullas anal yorug'i bor, uni qanday qilib davolash kerak deganda ko'pincha yoki ko'pincha emas, umuman anal yorug'ini birinchi navbatda operatsiyasiz davolab ko'rishga harakat qilamiz. Agar kasallik o'tib ketgan bo'lsa, eskirgan bo'lsa, anal yorug'i yarasi eski bo'lib, atrofdan har xil tugullar paydo bo'lib o'sib chiqqan bo'lsa, hech qanaqa dori-darmon foyda qilmasa, unda biz operatsiya qilamiz. Hop, o'sha davolashni tarkibiy qismlari nimalar kiriladi? Davolash uchun birinchi navbatda anal yorug'iga olib keladigan sababni bartaraf qilish kerak. Bu ko'pincha ich qotish bo'ladi. Siz avvalo ich qotishdan qutulishingiz kerak. Nima qilib bo'lsa ham ichingiz yumshoq keladigan qilishingiz kerak. Bu birinchisi. Ichingiz qotaversa, chunki har qattiq axlat tirnoqqa o'tib ketib yana yara qilishi mumkin. Ikkinchisi, hojatga borgandan keyin iliq suvga o'tiruvchi vanna qilish kerak. O'tiruvchi vanna. Vannani foydasi juda katta. Bu nima degani? Mana laganga iliq suv solasiz, hojatga borgandan keyin og'riq boshlanadi sizga. Darhol kelib, suvdicha ko'tni qo'pol qilib aytsam, tiqib o'tirish kerak o'shaning ichiga. Natijada o'sha yerda silliq mushaklar bo'shashadi, og'riqlaringiz ancha-muncha pasayadi. Keyin har xil mazlar bor. Men aynan bironta mazni anal yorug'iga zo'r foyda qiladi deb ayta olmayman. Birinchidan bu reklama bo'ladi, ikkinchidan unaqa mazni o'zi yo'q. Kimgadir qaysi maz foyda qiladi. Aptekalarda turli xil mazlar bor. Faqat o'shani olganda o'qib ko'rish kerak. Yo'riqnomasini o'qib ko'rish kerak. Anal yorug'i, ya'ni treshinaga foyda qiladimi yoki boshqa narsa uchunmi? Chunki ko'pchilik dorixonalarda sizga adashib boshqa xil mazni berib yuborishi mumkin. Aynan olib o'qib ko'rish kerak. Anal yorug'i uchun, treshinalar uchun deyiladigan bo'lsa, undan olib bemalol ishlatish mumkin. Shu yerda aytib ketish kerak, mana ko'pchilik qo'yadi. Mana Levomkol degan maz bor yoki Vishnevskiy degan mazlar bor. Bular ikkalasi ham anal yorug'i uchun ishlab chiqarilgan maz emas. Bular yaralar uchun davolangan boshqa xil jarohatlar uchun. Xullas, anal yorug'i uchun ishlatiladigan nima emas. Keyin svecha qo'yish mumkin. Svechani ham shu o'qib ko'rish kerak. Shu immuniy anal yorug'iga to'g'ri keladigan svechalardan qo'yish kerak. Shu bilan birga doimiy hojatdan keyin toza saqlash, tahorat olib yurish, vanna qilib yurish, ishni qotirmaslik, mana shu mazlardan foydalanish. Keyin bitta dorini aytib ketishimiz mumkin. Bu silliq mushaklarni bo'shashtiradigan nifedipin, nitroglitserin degan dorilar bor, tabletkalar bor. Ulardan foydalanish mumkin. O'sha silliq mushaklarni bo'shashtirish kerak. Chunki anal yorug'ining sababi anal kanalidagi silliq mushakni qisilib qolishi yoki spazm deyiladi. Spazmni bartaraf qilsak, bizda anal yorug'idan qutulishingiz imkoniyati bo'ladi. Agar shu narsalar foyda bermasa, svecha qo'yingiz, mas qo'yingiz, hech narsa foyda bermasa, ichingiz bari qotib qolaversa, unda operatsiya qilishga to'g'ri keladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.